Koy baksaң marayt, mal baksaң мөрөйт, ит baksaң үрөт, бирок төй куш baksaң мынантип бунчукпай жүрөт. Албетте тамаша, ар бир үй жаныбардын өзүнө жараша чарбада орду бар. Бүгүн биз дал ушул төй куштар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алар Ошко кандайча келип калган, кантип өстүрүлөт деги эле төй куш багуунун технологиясы жөнүндө кенен сөз кылмакчыбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, төй куштар Кыргызстанда анчалык деле кеңир эмес, бирок мына ушундай чарбадар адамдардын аракети менен келечекте балким төй куштар биздин үй жаныбарлардын катарынан орун алган кадимки жаныбарга айланышы мүмкүн. O'zbekistonga o'ynagani borganimizda direktor bilan, xo'jayin bilan borib ko'rib qolib qiziqib qolganmiz. Keyin o'sha yerda tanishib, chumurtkalarni olib, kelib u yerdan o'rganib, ozgina ulardan instruktaj olib, shu 10 tuxumni olib, yumurtkasini olib kelganmiz. Olib kelib, yumurtkadan chiqardik 10 tadan. 10 tadan ikkitasi chiqmadi, ikkitasi chiqqandan keyin xo'jaligida nima bo'ldi? Qarolmadik. 6 tasi hozir mana nima qilish shu ko'paytiramiz deb yana harakat qilyaptik. Karantinlar bo'lib qolib, chiqolmay qoldik. Endi xudosi bahordan o'zi tuxumga keladi bular. Shu tuxumini ko'paytirib elga shu qiziqqanlarga borib tuxumini nima qilamiz? Sotamiz. Bu tuxumlari ham ikki xilda bo'lar ekan. Bir tuxum ochiladigan chiqar ekan, bir ochilmaydigan chiqar ekan. Ochilmaydiganlari tuxumlari bu odamga juda ham kuchli baquvvat qilishga, immunitetini ko'tarar ekan, davleniya, sahar kasallariga doriligi ko'p ekan. Shunga qiziqib, olib kelib, shuni ko'paytirmoqchimiz. Buni qanday yemeda ochtirdingizlar tuxumni? Inkubatorimiz bor, inkubatorda ochilgan, apparatda ochilgan. Qancha kun turdi? 42 kun, 43 kunda ochiladi. Açqandan keyin onun misal uchun o'zining enesi yo'q bag'ish qiyin bo'lmadimi? Endi qiyin bo'ladi. Unga masalan salatlar qilib berdik boshidan. Keyin shprislarda o'zimiz tomoq berdik. Vitaminlarni aşağıdan olib keldik. Vitaminlar bilan oziqlantirib o'zimiz qo'limizda ovqatlantirib, tomoqlantirib eniki katta qilib oldik. Qo'lda o'stiribsizlar? Ha, qo'lda o'stirdik. Endi bularimiz hozir 9 oylik bo'lib qolgan bular. Bahordan chiqib, o'sha tuxumga kirishni boshlaydi. Shunda 1 yildan o'tgandan keyin? Ha, 1 yildan o'tgandan keyin o'sha tuxumga kirishar ekan bular ham. Qanchasi erkak, qanchasi urg'och? Bulardan hozir ikkovi erkak, 4 urg'ochi. Ikkovi erkak. Ha, 4 urg'och. Bulardan nimasi qanday ham? Ne jeshet, qandaycha tomoq? Tomoqni beda, arpa, jugari, bug'doy shularda olib kelib apparatimiz bor, apparatdan chiqarib yem qilib, nimalarini berib, vitaminlarni berib o'zimiz kambek o'rinda qilib beramiz. Suvni qanday ichadi? Suvni ertaman 6 paqircha suv ichishadi shu 6 ovi. 2 paqirdan qo'yiladi ertamanda, habitda kech paytda 2 chelakdan suv beramiz, shuni ichishadi. 3 mahal tomoqlanishadi. Shunda har biri bir kunda 1 chelakdan suv ichadi. Ha, shunaqa. Qo'y deyil ekan-da. Qo'y deyiladi. Tash qo'ydan ko'ysa. Qanday ekan ham kaprizlari bunday? Kaprizlari hech nimasi yo'q. Hech bir nimasi yo'q. O'zimiz ichkariga kiramiz, qolmaymiz, tozalaymiz. Bir adam qaraydi. Ha, bir ikki odam qaraymiz. Shu joy adam kirsa, bunday bo'lmaydi? Yo'q, bunday nima qilish, cho'qish nimasi yo'q. Tepishi mumkin, endi qaramay qolsangiz orqangizdan kelib cho'qib olish mumkin. Tepib qo'yish mumkin. Ama bunu olib kelganingizdan keyin
Qancha vaqtda tuxumdan chiqqandan keyin bunday bosib ketdi da? Che Shu cho'jalarga o'xshab sirasi bosib ketadi. Sirasi bosib Ha, ketadi. bosib ketadi. bunday chipildab. Ha, chipillab nima qiladi shu cho'jalikdan уже tomoq berishni boshlaysiz, shpritsda tomoq berishni boshlaymiz. O bir oy, 1,5 oygacha shpritsda ovqatlanib tomoqlantiramiz. Ha, bunu siz sırap gördünüz mü? Yetini jeşev ekeniz adamlar. Yetini jeşev. Ha, yetini yeyishadi. O'zimiz ham mashida borib iste'mol qilganmiz, ko'rganmiz. Toshkentda. Farg'onadan. Ferg'anada. Etini iste'mol qiladi. Hamma yo'g'i aytyapman, odamga juda ham immuniteti kuchli. Immunitet odamning nimasini kuchli qilar ekan. Ha, tuxumga kirgenden keyin bular qanday ekan? Gününe birden tug'ishadi, jimday. Jiliga 70 tuxum beradi ekan bir Bir yılga 70 tuxum ekan. Har biri. har biri. A plotniy sezon qancha yoshga chayin tug'ishadi ekan bular? Bularni 70-75 yoshgacha yashaydi deydi. 70 yılga chayin Da, yashaydi. shunaqa deydi. Oh. Adamdaylar yashaydi. Ha. Ha, siz olib kelgandan keyin bu yoqda qiziqqanlar bo'ldimi? Zooparkda. Ha, kelishadi. Mahalla ko'yi keladi. Jo'rachilar keladi, kelib ko'rishib ketishadi. Suratga tushib. Suratga tushib, nimaga suratga olib, videoga olib ketishadi. Ha, sat deganlar. Sot deganlar ham bor endi buni o'zi 2ga 3 tadan bo'lish kerak ekan, 6 hozir qoldi. Yaxshi hozir. Bir-biri bilan nimasi yaxshi. Bir-biri bilan urushmaydi, nima qilishmaydi, tepishmaydi. Endi yana kim biladi, endi katta bo'lgandan keyin bilamiz-da endi ularni. Satsangiz qanchaga sotishingiz mumkin har biri? Endi $100 $150 olib kelganmiz o'zi tuxumini. Tuxumun. Sen bu yog'ini hisoblayverding. Bu yog'ini hisoblayverasiz. Endi 1 yildan beri yegan nimasi? Tuxumun jeb ko'rdingizmi hiç? Farg'onada yeganmiz. Ferg'anada jeb ko'rdingiz. Go'shini ham, tuxumini ham. Endi chiqdi o'zi tuxum. Yo'q, bir xilda. Tuxumdek bir xilda. Bir tuxum qancha kilogram chiqadi? 1,5 kilo, 1 kilo chiqadi. 1 kilodan oshib chiqadi tuxum. 1 kilodan. Ha. 4 odam o'tirib bemalol to'yaveradi. Bularni hech bunday aydab bag'inday qo'yga o'xshatib boqsa bo'ladimi? Shu qochib ketishi talaga. Yo'q, talaga chiqsa ham qochmaydi. Yuraveradi. Chiqarasizmi? Yo'q, chiqarmaganmiz endi. Aşağıda ko'rganmiz, Farg'onada ko'rganmiz, endi yer katta emasmi? Ularda yer kattaligi uchun yuraveradi, hech nimasi yo'q. Kilosi qancha kilogram chiqadi? Hozir 70-80 kilo chiqadi bittasi. 80 kilogram 9 oylik. 9 oylik. Ondan shunday chiqadi turmaydi. Qishindasi qanday qilasiz bular? Qishinda 20 gradusgacha issiqda xonasiga pechka qo'yilgan, dudkalar qo'yilgan shu bilan. Issiq suv berasizmi, muzlaq? Yo'q, suvda bizga berilaveradi. Tomog'ida ham mana berilaveradi. Qishdan kech paytda olib kirib qo'yamiz. Shomdan keyin o'zi ko'zi ko'rmay qoladi, svetni chaqib qo'ysak o'zi kirib ketaveradi. Uxtashadi bular? Uxtaydi. O'tirib. Ha, o'tirib uxtash. Ha, qursaqlar ochganda belgi berishadi, signal. Yo'q, belgi bermaydi. Beradi. Shu ertamanda kelamiz, ertamanda tomog'ini beramiz. Vaqti bor, abitda tomog'ini beramiz. Shomda tomog'ini beramiz, tomog'ini yegizib kirgizib yuboramiz, bo'ldi. Ha, bulardan bag'inday o'g'rilarga qarshi vaksinatsiya qilib. Ha, bor, o'zimizning nimamiz bor. Veterinarimiz bor. Qo'l sayatqa deydi. Ha, u qo'l sayib kelib nima bo'lganda o'zi bilinib qoladi-yu, tovuq ham kasal bo'lganda borib darrov telefon chalamiz, kelib antibiotiklarni nima qilib berib ketadi. Sayalar? Ha, hech narsa nimasini betiga qopib yopib qo'ysangiz ko'rmay turaveradi, kelib sayib ketadi. Qattiq javob turib shart Ha, qo'yadi. ukollab qo'yadi. Dalsha plan qanday ham sizda? Dalshi bilan aytyapmiz, o'zbek nimalar uchun bekilib qolganligi uchun olib kela olmadik. Tuxumini olib kelib yana ham ko'paytirmoqchi edik. Endi o'z tuxumiga o'zimiz kelsa, o'zimizda ekan, o'zimiz shulardan ko'paytirib, niyat shu. Ko'paytirib elga nima qilish, tarqatish. 1-2 yilda Strausning go'shi ham sotilib qoladi. Ha, xudo xolasa Strausning go'shi ham sotilib qoladi.